Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlarga Naves va Kadirokni narxlarini ko'rib chiqamiz. 2026-yilgi yangi narxlari ustakamiz bilan birma-bir obzor qilib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, bu yerga necha kvadratga qilib berdinglar Navesni? Navesimiz 32 kvadrati 78 kvadrat bo'ldi. 78 kvadratga qilib berdinglar. Xo'p, narxlari necha puldan bo'lyapti va qanaqa mahsulotlar ishlatiladi? Asosan lazer listdan bo'lgan stoykalarimiz 8 ga 6 qilib berganmiz. 8 ga 6. Stoykalar 8 ga 6. Lazer guldan foydalangan fuqarolariga. Klientning talabiga binoan qilib bergansizlar lazerli. Lazersiz ham qilib bera olasizlar. Oddiydan qilib bera olamiz. Oddiy ham qilib bera olasizlar. Hop, kvadrat necha puldan bo'ldi dedingiz? Bunimiz 1 kvadrat 500 ming so'mlik varianti bu. Bu variant kvadrat 500 ming so'm. 500 ming so'm. 500 ming so'm. Yaxshi. Ko'rib turganinglardek shunaqangi naqshlar, xohlasanglar shakllar Naveslarga tushirib berishadi. Bundan tashqari temir sohasidagi luboy ishlarga xizmat ko'rsatishadi. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, hozirroq like tugmachasini bosib qo'yinglar azizlar. Qanaqadir savollar bo'lsa, albatta kommentda kutib qolaman. Xo'p, aka, shu turishi necha pulga tushgan hozir? Shu turishi o'sha 39 millionga tushdi. 39 millionga tushdi. Tashqaridagi Kadirogi bilan birga. Tajrobaga отдельный. Kadirogi отдельный. Shu yerdagi turishi 39 millionga tushdi ichkari. Eng arzon necha pul bo'ladi bular? Eng arzoni kvadrat 350 ming so'mlik varianti bor Naveslarimiz. Eng arzoni 350 ming so'mdan ko'tarilib ketaveradi. Talabga qarab, o'zini istagiga qarab chiroyli qilib qilib berasizlar. Xo'p, qayerlargacha xizmat qilib berasizlar, qayerlarga? Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab, Vodiy, Toshkent bo'ylab narx shu narxda qoladi. Baho tomonlarga narx qo'shilib qoladi. Navesdan tashqari shunaqangi robotlar har xil turdagi Darvoza, temir sohasi borki, barchasi qilinaveradi. qilib bera olasizlar. Ekranda albatta akalarimiz raqamlarini qoldiramiz va yaqin o'rtada Naves qildiraman degan do'stinglarga videoni yuborib, obuna tugmachasini albatta bosib qo'yinglar. Rahmat.